Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Gruppamizdagilar Toshkentdan yana Kamoliddin akamiz bir komplekt zakaz navor buyurtma qilib tayyor bo'ldi. Buni 3 ta pichoq, o'tgan safar pichoqlarni tekstil ruchkadan qilib berdik. Bu safar uka menga yong'oqdan qilib bergan dedi. Juda mo'shni ishlangan 3 ta pichog'i. Lezbalari nержавеющий stal, orqasiga Kamoliddindan Sunnatullohga esdalik uchun deb chiroyli qilib yozib berdik. Bitta reles materialdan bo'lgan boltamiz. Mo'shni ishlangan bu ham. Mana choqqimiz mana go'sht suvoylarga qaytmaydi. Yorma qilib ishlaganmiz. Bu ham reles materialdan bo'lgan. Bularni reaksiyalarini sinab ko'ramiz. Juda ham mo'shni kesadi pichoqlari. Umuman zanglab qoraymaydi. O'tgan safar bir qadrdoniga sovg'a qilib berdi. Bu safar endi Sunnatulloh akamizga beradigan. Mo'shni kesadi pichoqlarni. Qayrog'ini ham, katmonni ham, ruchkasini ash pichoqlik bilan bir xil qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Qani bismillahirrohmanirrohim. Yaqinroq olib keling kamerani. Pichoqlar umuman zanglab qoraymaydi. Hammasini bitta-bitta kesib ko'rsatib beraman mana.